Ajoyib praktika bor, biroz murakkabroq, lekin harakat qilinglar. Pauza qilib qaytarishga, men sekinroq gapirishga harakat qilaman. Meditatsiya deysizlarmi, amaliyot deysizlarmi, o'zingizga havola. Men o'z maydonimdan, o'z tizimimdan qachonlardir tanam orqali, nafas olish orqali qabul qilgan negativlarni, cheklovlarni chiqazib yuboraman. Tashqi ta'sirlarga qalqonlarimni umumiy energetik maydondan, o'z maydonimdan, o'z tanamdan, tizimlardan, egregorlar bu, ya'ni energetik maydon bilamiz. Egregor umumiy energetik maydondan barcha qoidalar qabul qilingan aloqalar, o'sha tana, nafas olish orqali qabul qilingan barcha negativlarni nafas chiqazish yo'li bilan chiqazib yuboraman. Nafas chiqazasiz. Bu nafas chiqarilgandan keyin hosil bo'lgan bo'sh maydonga o'z tabiiy kuchingizni qabul qilasiz. Ya'ni shunaqa aytasiz. Bu nafas chiqazish yo'li bilan chiqazib yuborilgan negativ energiyalar o'rniga o'z tabiiy kuchimni qabul qilaman. Chuqur nafas. Kvant maydonda biz eski negativlardan qutulgan holatda yangi energiya tizimini shakllantirish praktikasida bu. O'z kuchimizni o'zimizga qaytarish, eski maydonlarda qolib ketgan kuchlarimizni ham sabraj qilib yig'ib o'zimizga qaytarish amaliyoti bo'ladi bu. Mana shu praktikani hozir bitta qilib ko'ringlar. Albatta juda ham foydali.